هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهر. Sure Yusuf tefsiri 83. ayetten başlayıp okuyayım inşallah. Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tevendi dektanlağa İbn Kesir rahimahullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygurca tercümesi Yusuf suresi 83. ayetten başlayıp okuyayım inşallah. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Yaqub aytdi: "Undaq emas. Nefsinla sizlarga bu ishni chiroyli ko'rsatdi. Men faqat chiroyliqcha sabr qilaman. Ularning, ya'ni 3 o'g'limning hammasini menga darqamti qilib berishni Allohdan tilayman. Allah haqiqatan mening holimni bilib turg'uchidir. Hikmat bilan ish qilg'uchidir." Yaqub ulardan yüz örüp, "Esit Yusuf," dedi. Qayg'udan ko'p yig'lab, ikki ko'zi oqirib ketdi. Ya'ni ikki ko'zi ko'rmas bo'lib qoldi. U to'lib toshgan ochiqini ichiga yutgan edi. Ular Allohning nomi bilan qasamki, sen Yusufni yod etaverib, hasratdan halok bo'lishga tas qoladigan yoki halok bo'ladigan bo'lding, dedi. Yaqub aytdi: "Men qayg'u hasratimni faqat Allohga aytaman. Allohning bildirishi bilan sizlar bilmaydigan narsani bilaman." Yaqub alayhissalomning javobi va bu ichinishli xabarni anglagandan keyingi ahvoli. Yaqub alayhissalom xuddi ularga Yusuf alayhissalomning ko'nglikini yolg'on qonga bo'yab kelgan chaqda aytganiga o'xshash bu qitimmi ularga mundaq dedi: "Undaq emas. Nefsinglar sizlarga bu ishni chiroyli ko'rsatdi. Men faqat chiroyliqcha sabr qilaman." Muhammad ibn Ishaq mundaq deydi: Ular Yaqub alayhissalomning qishig'i kelib, bo'lib o'tgan ishlarni uningga so'zlab bergan chaqda, u ularni Bunyaminga Yusufga qilgan ishga o'xshash ishni qildi deb gumon qilib, ularni qaralab mundaq dedi: "Undaq emas. Nefsinglar sizlarga bu ishni chiroyli ko'rsatdi. Men faqat chiroyliqcha sabr qilaman. Ya'ni Alloh taolaning Bunyamin va Robil qatorliq 3 o'g'limni qaytarib berishini umid qilaman." Ba'zi tafsirshunoslar ularning bu qilmishlari ilgari qilgan qilmishlariga o'xshab ketganligi uchun Yaqub alayhissalom ularga qarta shundoq degan edi: "Robil bu ishda Alloh taolaning amrini kutib, uningdan otasining rozi bo'lib, uni qaytib kelishiga buyurishini yoki qarindishi Bunyaminni yoshirincha elib qaytishini saqlab Misr diyorida qolgan edi." Shunga Yaqub alayhissalom mundaq dedi: "Ularning, ya'ni 3 o'g'limning hammasini menga darqam tiqilib berishni Allohdan tilayman. Allah haqiqatan mening holimni bilib turg'uchidir. Hamma ishlarida, hukmlarida oldin ola o'rlashtirishida hikmat bilan ish qilg'uchidir." Yaqub ulardan yüz o'rib, "Esit Yusuf," dedi. Ya'ni u o'g'illaridan yüz o'rib, Yusuf alayhissalom uchun chekayotgan ko'na hasratini aslab, "Esit Yusuf," dedi. Uning bir o'g'lining qayg'u hasratiga yana 2 o'g'lining qayg'u hasrati qo'shildi. Abdurrazzaq Sufyan Usfurdan Said ibn Jubayrning mundaq deganligini rivoyat qiladi: "Istirja o'qish Muhammad alayhissalomning ummatidan boshqa hech kimga berilmagan. Yaqub alayhissalomning so'zini anglamadinglarmi?" U "Est Yusuf," dedi.
qayg'udan ko'p yig'lab ikki ko'zi oqirib ketdi. Ya'ni ikki ko'zi ko'rmas bo'lib qoldi. U to'lib taşqan ochiqini ichiga yutgan edi. Qatada va boshqalar Yaqub alayhissalom hasratini ichiga yutib, hech bir maxluqqa shikoyat qilmay yurdi, dedi. Zahak, u qattiq hasratga cho'kkan edi, dedi. Shu chaqda Yaqub alayhissalomga o'g'illarining ichi og'rib, uningga mehr shafqat ko'rsatib, Allohning nomi bilan qasamki, sen Yusufni yod etaverib, ya'ni Yusufni aslashdan voz kecholmay, hasratdan halok bo'lishga tas qoladigan, ya'ni ojizlashib ketadigan yoki halok bo'ladigan bo'lding. Ya'ni agar bu holat sendan davom qilaversa, biz sening halok bo'lib ketishingdan qo'rqamiz, dedi. Yaqub alayhissalom ularning bu so'ziga mundaq javob berdi. Men qayg'u hasratimni faqat Allohga aytaman. Allohning bildirishi bilan sizlar bilmaydigan narsani bilaman. Ya'ni hamma yaxshilikni yolg'iz Alloh taolodan umid qilaman. Ibn Abbas bu oyat haqida mundaq dedi. Ya'ni Yusufning tushining rost ekanligini bilaman. Alloh taolo bu tushni cho'qim amalga oshirdi. Ey o'g'illarim, beringlar, Yusufni va uning ukisini izdanglar. Allohning rahmatidan naumid bo'lmanglar. Shubhisizki faqat kafir qavmlarla Allohning rahmatidan umidsizlanadi. Ular Yusufning qishig'iga kirganda, ey oliy janob zot, bizga va oilamizga ocharchilik yetdi. Oldinga nachar o'tmas mollar bilan kelib qoldik. Bizga yetarlik ochlik bergan. Bizga sadaqa qilgan. Alloh sadaqa qiluvchilarni haqiqatan mukofotlaydi, dedi. Yaqub alayhissalomning o'g'illarini Yusuf alayhissalom va Bunyaminni izlashga buyurishi. Alloh taolo bu yerda Yaqub alayhissalomdan xabar berdi. U o'g'illarini har qaysi joylarga berib, Yusuf va uning qarindishi Bunyamin haqida xabar o'qib kelishga buyurdi. Ularni shunda qilishga rag'batlantirib, Alloh taolaning rahmatidan umid uzmaslikka undidi. Ko'zlagan maqsadiga yetish uchun umidvor bo'lishga qiziqtirdi. Faqat kafir qavmninglar Alloh taolaning rahmatidan umidsizlanganligidan xabar berdi. Yusuf alayhissalomning qarindoshlari uning oldiga Misrga berib mundaq dedi. Ey oliy janob zot, bizga va oilamizga ocharchilik yetdi. Ya'ni bizning yurtimizda qurg'oqchilik va qahatchilik yuz berdi. Oldinga nachar o'tmas mollar bilan kelib qoldik. Ya'ni ochlik setib olish uchun ozg'ina pul bilan kelib qoldik. Bizga yetarlik ochlik bergan. Ya'ni buningdan ilgari bizga ochlik berganiga o'xshash ozg'ina pulga, ya'ni bizga yetarlik ochlik bergan. Hukmimiz Bunyaminni bizga qaytarib berish bilan birga bizga sadaqa qilgan. Alloh sadaqa qiluvchilarni haqiqatan mukofotlaydi, dedi. Sufyan ibn Uyaynadan Muhammad alayhissalomdan burungi payg'ambarlardan birasining sadaqa yeyishi harom qilinganmi deb so'raldi. U Alloh taolaning bizga yetarlik ochlik bergan, bizga sadaqa qilgan, Alloh sadaqa qiluvchilarni haqiqatan mukofotlaydi degan oyatini anglamadingmi deb javob berdi. Buni Ibn Jarir rivoyat qilgan. Yusuf, sizlar nadan vaqtinglarda Yusufga va uning ukisiga nimalar qilganliginglarni bilamsizlar, dedi. Ular, sen rostli Yusufmi, dedi. U, men Yusuf, bu mening inim. Alloh bizga marhamat qildi. Kimki haqiqatan taqvodorlik qiladigan, sabr qiladigan, yaxshi mukofotga erishadi. Chunki Alloh yaxshi ish qiluvchilarning ajrini bekor qilib etmaydi, dedi. Ular,
Allah'ның namı bilen qasam ki, Allah seni hakikaten bizden artık kılıptı. Biz cezmen hata kılıptı, deyişti. Yusuf aytdı. Bugün sizler eyipleşke uçurmaysizlar. Allah sizlerini keçirsin. Allah en merhametlik zattır. Yusuf aleyhisselamның qarindaşlarına tonuşluq berişi ve ulan əpu qilish. Allah Teala bu ayette Yusuf aleyhisselamdan haber berdi. Qarindaşları onunğa özleri yetken qurğaqçılıq ve açarçılıqның öz diyarlarını qaplap ketkenlikini sözlep berip, atısı Yaqub aleyhisselamni ve onun iki balısını yoqtup qoyğanlığı üçün qaygı əsretke çömgenlikini, padişahның yurtunun molçılıq ikenlikini, onun yaxşı başqurup açarçılıqның aldını alğanlığını əsiltip ötüdü. Şu çağda onun atısığa ve qarindaşlarına içi ağırıp, onu yığı tutup alıdı. O, ulağa mehr şapqat ve histaşlıq qılıdı. Ulağa tonuşluq berip, sizler nadan vaqtınlarda Yusuf'ga ve onun ukısığa nemilen qılğanlıqlarını bilemsizler, dedi. Ula eyni vaqtda onun bilen ukısının arasını ayırıp etken idi. Sizler nadan vaqtınlarda, yani sizler şu kadar nadan idinlar ki, sizlerinin şu nadanlıqınla sizlerini bu günahını qılışqa elip barğan idi. Ayetning ma'nisiga qaraganda Yusuf aleyhisselam Allah Teala'nın izni bilen özünü ulağı tonutgan. Şundaqla o ilgiriki iki qitimda Allah Teala'nın emri bilen özünü uladın məxfi tutgan idi. Lekin iştihimi mürekkepleşip ketken çağda Allah Teala ulağı bu qiyin ahvaldan çıkış yol berdi. Allah Teala bu vaqti mındaqdaydı. Elbette her bir müşküllik bilen bir asanlık var. Elbette her bir müşküllik bilen bir asanlık var. Yusuf aleyhisselam tonuşluq bergenden keyin ula, sen rastlını Yusuf mu? Dedi. Yani ula 2 yıldan artık vaqt içinde onun qışığı kelip gitip turup mu? Onu tonuyalmağanlıqıdan Yusuf aleyhisselamның ulağını tonup turup mu? Özünü uladın məxfi tutqanlıqıdan hayran qalğan idi. Şunu ula hayran bolup, sen rastlı Yusuf mu? Dedi. O, men Yusuf, bu mening inim. Allah bizge merhamet kıldı. Yani biz uzun müddet ayrılıp ketkenden keyin Allah bizni cem kıldı. Kimiki hakikaten takvadarlık kılıdiken, sabır kılıdiken, yaxşı mükafata erişidi. Çünkü Allah yaxşı iş qılğıcılarının əcrini bekar qılıp etmeydi, dedi. Ula, Allah'ın namı bilen qasam ki, Allah seni hakikaten bizden artık kılıptı. Biz cezmen hata kılıptık, deyişti. Ula, Yusuf aleyhisselamның faziletini, artıqçılığını, qaddi qametlik ve güzel ahlaklık ikenlikini, onun güç kuvvet, padişahlık, hükümranlık, peygamberlik berilgenlikini itiraf kılışıp, şundaq deyişti. Özlerinin onunla yamanlık ve nahaqçılık kılganlıkını iqrar kılıştı. Yusuf aytdı. Bugün sizler eyipleşke uçurmaysızlar. Yani bugün sizler taptaniga ve malametke uçurmaysızlar. Bugünden başlap sizlerinin bana nahaqçılık kılgan günahlarınlarını yüzünlağı salmayman. Andın Yusuf aleyhisselam ulağa mağfiret talep kılıp mundaq dedi. Mağfiret talep mundaq dedi. Allah sizlerini keçirsin. Allah en merhametlik zattır. Sizler mening bu könglikimni elip berip atamның yüzüge taşlanlar. Közü içilidi. Bütün ailenlerdekilerini elip mening yenimga kelinglar. Karvan Mısır'dan Şam'a qarab qo'zg'algan chaqda ularning atısı yani Yaqub aleyhisselam men çoqum Yusuf'ның idini ilvatıman. Sizler meni aljib qalgan demaydigan bolsanglar Yusuf'ni elbette hayat deyttim dedi. Ular yani Yaqub'ның nevreleri ve yenideki kişiler
Allah'ның namı bilen qasam ki hakikaten sen texi yanıla burunqi qaymoquşunda ikensen dedi. Yaqub aleyhisselamның Yusuf aleyhisselamның köngligidin onun hedini ilişi. Yusuf aleyhisselam ulağa sizler mening bu könglikimni ilip berip atamның yüzüge taşlanla közü içilido. Yaqub aleyhisselam köp yığılganlıqıdan közü körmez bulup qalgan idi. Bütün ailendikilerini yani Yaqub aleyhisselamның hamma ballarını ilip mening yanıma kelinglar dedi. Kervan Mısır'dan Şam'a qarab qo'zg'algan chaqda ularning otisi yani Yaqub aleyhisselam qishidagi ballarga men çoqum Yusufning hidini ilyapman. Sizlar meni aljib qolgan demaydigan bo'lsanglar Yusufni albatta hayot deydim dedi. Abdurrazaq ibn Abbas radiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qildi. Karvon Misrdan ayrilib chiqqan chaqda bir shamol kelib Yusuf alayhissalomning ko'nglikining hidini Yaqub alayhissalomga elib keldi. Shuning bilan u men çoqum Yusufning hidini ilyapman. Sizlar meni aljib qolgan demaydigan bo'lsanglar Yusufni albatta hayot deydim dedi. O onun hidini 8 günlük musabideki yiraklıktan aldı. Sufyan Sevri, Şu'be ve başkalamı İbn Abbas'ın şundaq degenlikini Abu Sinan arqılıq rivayet kılgan. Sizler meni aljib qalgan demaydigan bo'lsanglar degan oyatni İbn Abbas, Mujahid, Ata, Qatada ve Said ibn Jubayr qatorliqlar agar sizler meni döt çağlap qalmaydigan bo'lsanglar deb tafsir qildi. Hasanning yana bir rivayette Mujahidning qirib qalganlikdan shundaq da'vatsan demaydigan bo'lsanglar deb tafsir qilganligini rivayet qildi. Yaqub aleyhisselamның qishida kishilar uningga haqiqatan sen texi yanıla burunqi qaymoquşunda yani burunqi xatoliqingda ekansan dedi. Qatada mundaq deydi. Ular uningga Yusufni yaxshi ko'rganligingdan uni unutib ketolmayotsan, ko'ngling tasalli topmayotidi deb otasiga qattiq so'z qildi. Ularning otasiga shundaqla Allah Taala'nın payg'ambariga mundaq so'z qilish haqqi yo'q edi. Suddi va boshqalarmi bu oyatni shuningga o'xshash tafsir qildi. Xo'sh xabarchi kelib, ko'nglakni Yaqubning yuziga tashladi. Uning ko'zi ochildi. Yaqub, men sizlarga Allohning bildirishi bilan sizlar bilmagan narsalarni bilaman, demaganmidim dedi. Ular, ey otamiz, günahlarımız üçün bizge mağfiret tiligin. Biz hakikaten hatalaştık deyişdi. Yaqub, Rabbimden sizlerge mağfiret tileymen. Allah günahlarını hakikaten mağfiret kılgıcıdır, bendilerge mehribandır dedi. Yahuza'nın köngлекni ilip hoş haber bilen kelgenlik. İbn Abbas ve Zahhak hoş haberçini poştikeş idi deb tafsir qildi. Mujahid ve Suddi u Yaqub aleyhisselamның oğlu Yahza idi dedi. Suddi mundaq deydi. Ko'nglakni Yahza ilib keldi. Chunki yeliqi yalğan qonga bo'yalgan ko'nglakni u ilib kelgan edi. U günahini bunun bilan yuyishni fursat deb bilib, bu ko'nglakni özü ilip gelip otasining yuziga tashladi. Shuning bilan Yaqub aleyhisselamның ko'zi ochildi. Shu chaqda u ballarga men sizlarga Allohning bildirishi bilan sizlar bilmagan narsalarni bilaman demaganmidim dedi. Yani Allah Taala'nın uni menga qaytirib berdiganligini bilatdim. Sizlarga men çoqum Yusufning hidini ilyapman. Sizlar meni aljib qolgan demaydigan bo'lsanglar Yusufni albatta hayot deydim degan edim dedi. Yusuf aleyhisselamның qarindoshlarının pushaymon qilganligi. Shu chaqda ular otasiga yavaşlık bilan, ey otamiz, günahlarımız üçün bizge mağfiret tiligin,
biz haqiqatan xatolaşdik deyishdi. Yaqub: Rabbimdan sizlarga mag'firat tilayman. Allah gunohlarni haqiqatan mag'firat qilg'uchidir. Bandalarga mehribondir dedi. Ya'ni kimiki Alloh taologa tavba qilsa, Alloh taolo uning tavbasini qabul qiladi. Ibn Mas'ud, İbrahim Taymi, Amri ibn Qays, ibn Jurayj va boshqalar Yaqub alayhissalom ularga mag'firat talab qilishni sahar vaqtiga kechiktirgan edi dedi. Elhamdülillah, Allah şükürler olsun. Yukarıda Yusuf suresi tefsirinden 98. ayetgacha anladыңlar. Ahirini keyin qitimli o'qishimizda davomlashtiramiz inshaalloh. Va sallallohu ala Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.